17, 18, 19, 20. 20 metrga 5 metrligi mana shunday gigant robotxonangiz bormi? Nech pul ketishi qiziqmi? Unda mana shu videomizni albatta oxirigacha kuzatib boring. Mana shu burchagimizning eko tomonining oxirgi qismigacha umumiy uzunligi 30 metr chiqqan razmer esa 120 santimetrlik shapka qismimiz hamda ayvon qismimizning eniga 5 metrlik, uzunligi 20 metrlik robotxona, bonusiga esa 3,5 metrga 3,5 metrlik robotxona qismlarini ham tunuka fonlar qilib berdik. Tunuka fonning kvadratiga hisoblaganimizda atiga 250 kvadrat tunuka fon ishlatdik. Ushbu xonadonimizga Toshkent metallurgiya zavodining 04 xonadagi tunukasidan foydalanganmiz. Tunuka fondimizning 1 kvadrat metrni barcha rasmlar ichida atiga 140 ming so'mdan qilib berdik. Shunda fayzi xonadonimizda mana shunday chiroyli bo'lib bitishiga atiga 35 million so'm pul ketdi. Sizlarga mana shunday sifatli tunuka fond, foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, erkin tunuka fonga murojaat qilish esdan chiqmasin. Hamda mana shu videomizni uyni tunuka fond qildirmoqchi bo'lib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.